Hürmetlik tomoshabinlar, qadrli do'stlar. Biz bugun bizniki Misranim tor bekitimizdagi suhbat xotirimizga bizniki jamiyatimizda bo'libmi, bizniki o'sha yemak-ichmak soharimizdagi tonilgan yo'lboshchi, shundan birga o'ziga xos fikrlar bilan jamiyatimizda tegishli ta'sir ko'rsatayotgan bir shaxs taklif qildik. U bo'lsa-mu Urumchi shaharlik Miraj yemak-ichmak savdo cheklik shirkatining bosh lideri Kerem Mahmud. Qarshi olamiz. Siz Kerem Atosh degan bu markani tanishdan ilgari sizning yana bir markangiz bor dedim yanglishimcha. Bu bo'lsa Kerem Sarang, ha? Shanba arayamayman. Qaysi shanba, qaysi shanba arayamayman. Bu kishilar yillardan bu oylar nima uchun ishlab deb tushunmaysiz. Ha, uni tushunmayman. Egnalarimni selib yetish bilan eng yaxshi ko'rmaydim. Bu aytkidigan nimani? Nima ish qisalim deb menda qattiq urindim jamiya. Bu avvalında men qanday qilib men bu kelgisining huddidan chiqaman. Bu turmushning huddidan qanday chiqaman? Ay, o ishga yosh vaqtimda meni shu zodi o'tib chiqib eshib baqdi. Mishada bir taklif qo'yganim, otishlikni mana deydi. Otishlikni mana pulga yurish qilib ketgan deydi. Biz mana gapcha, miyada bir tushuntirib qo'yamiz. Pulni biz muhim ko'ramiz. Men o'zimni otishlik bo'lib, otish tarbiyalanimga faxrlandim. Bizning bola tarbiyalaymiz demay, bola beqiyotimiz desak mos keldik hozir. Otishlikning bolalarninki boshqa yerlikdan ko'ra farqli bir kuch yeri bor. Madaniyatning eglik huquqi bo'lmaydi, ishlatish huquqi. Aşı o'zi samimiylik bilan bu Uyg'urlarninki desam, dunyo nima deb qabul qiladi? Yapıllıkla deb qabul qiladi. Tor dünyasındaki en yaxshi başlamçınız Misranim tor bekti. Misranim. Kerem aka, biz bugün bizdeki sohbet xatirimizde siz bilan suhbatlashishni o'ylashib bu vaqtda o'rlashtirdik. Menimcha siz shu bizniki yemak-ichmak sohamizda izchil turda boshlamchilik rol o'ynab kelayotgan shaxs deb taniyman. Menimcha shunday tanishimni siz muayyonlashtiramsiz. Boshqalarninki men qanday bor yashayapti, boshqalarning erkinligi. Men o'zimni üzemne şunda da rol, üzemne şu rolcu da hesaplayın. Siz rolcu da bir hesaplığınızdan ben intayin hoşal. Çünkü bu benim göz karşımdan doğruluğunu ispatlaydı. Birinciden siz bizden Ürümçide biz 15 yıl ilgili biz naydı karango, meynet aşkallarda biz kirplerine yaydık. Lekin siz bu şu benim bilişimce 99 yıldır olayım ha. Tunca Ürümçide tez tamaxana açtınız. Bu Enjur degan tez tamaxana açtınız. Biz bırakılı bir tez tamaxana muhitiga kirgandan keyin asli mushu xil muhitda tamoq yeyishning asli zarurligini, asli tamoq yeyish muhitimizning mushundaq bo'lishi kerakligini biz his qilgandan keyin shuni bilan sizni bir islohot qatorida to'ndik. Meni his qilishimcha bu birinchi qitimlik islohot ipag'an bir yo'lingiz. Ikkinchi qitimlik islohot yo'lingizni men bundaq to'nayman. U bo'lsa-mu bizning tez tamoqxonalarimizga bizniki Uyg'ur madaniyatimizga kirish. O oldi bilan uningki bezakchiligidan tortib, masalan, uningki barliq qo'riqlashtirishligicha Uyg'ur madaniyatini oshxonaga kirish. Bu xil ikkinchi qadamlik sizniki boshlamchi rolingiz menimcha mushu sohada bo'ldi deb o'ylayman. Shunga men sizni bu sohadagi intayin cho'ng yo'l boshlovchi deb qarayman. Ham buni moylashtiringizni aytib qo'yishim, chunki mening ko'z qarashim to'g'ri chiqdi. Demak, mushundaq jamiyatda mushundaq ta'sir ko'rsatgan bir shaxsniki bo'lib, bizning yemak-ichmak sohamizga mushundaq bir shaxsniki biz o'tmishiga, tarixiga, uning oxir ko'rinishiga intayin qiziqamiz. Uning jamiyatimizga tegishli ta'sir ko'rsatishiga ishonamiz. Shunga biz oldin sizning balliq davrlaringizga aytib qiziqamiz, ha. Biz hozir sizning Ürümchida masalan Kerem Atosh deb tanımaydigani yo'q. Ürümchida Kerem Atosh degan bir cho'ng marka, ha. Nurg'un ilalloh ummabsiz chiqishga olsam. Şunun bilan birga biz Kerem Atosh degan bu markani tanishdan ilgari sizning yana bir markangiz bor dedim yanglishimcha. U bo'lsa Kerem Sarang, ha. Demak, ben ayni chog'da siz tunji qidim o'sha Enjur tez tomog'ini ichib sizniki yo'l boshlamchilik rolingizni joriy qildirayotgan vaqtda Kerem Atosh degan akamiz mana ishni qilibdi desam, nurg'un Atoshlar o Kerem Sarang o degandi. Shu chog'da men bir narsani o'ylagandim.
Chunki har qanday bir sharoit muhitda shu jamiyatning umumiy ideologiyasidan fikri o'xshamaydigan kishilar boshqalar tarafidan shundoq otilib qoladi. Masalan, ayni vaqtda Newtonmi nima uchun olma osmonga chiqib ketmay yerga tushdi degan chog'da shu angliyaliklar uni sarang deb o'ylab qolgan. Demak, shu nuqta aytgan chog'da men shu xil Atalto'ning ayni vaqtda shundoq bir sharoit nuqtasini o'tirib chiqqan deb o'ylayman. Siz mushaq fikringizni deb boqamiz. Shamol chiqmasa daraxtlanishmaydi emasmi? Bu kishilar meni sarang deb qilishdan boshqa men o'zimni sal sarang o'xshayman deb gumon qildim kichik vaqtimda. Chunki nima deyapman? Men kichik vaqtimda mana shu tanladagi sarang bilan hech qanday farqim yo'q edi. Chunki men o ishkichilik oyjilni bilmayman. Haqiqatan men emasman. Manjinjayning manjinjili degan narsalar menga bunda g'uvo ko'rindi. Shanba arayamayman. Qaysi shanba, qaysi shanba arayamayman. Bu kishilar yillardan bu oylar nima uchun ishlaydi deb tushunmaysiz. Uni tushunmayman. Ammo o'zimdan ancha-muncha chimdab boqdim. Bu men og'riydi. Shuni mayt qo'shilyapsiz. Ya qo'shilmaydi. Bir endishyapti menda. Men restoran o'shaymi debimda. Ammo chimdigan og'riq qo'shildi. Og'riq qo'shildi. Ana negincha desangiz men endi bunda tashqiq yaptım naydi var edi. Dünyada kişilerin hoşam yok dedim. Bire mana bunumni mushqurab, yüz gözlerimni juyib, egnalarimni selib yetish bilan eng yaxshi ko'rmaydim. Bu aytib kiydigan nimani? Men nima ish qisalim deb menda qattiq